Instagram yurg'ishni boshlading. Qo'ygan videolaring to'pga chiqyotibdi. Kecha senga ishonmayotganlar, bugun ko'zlariga ishonmayapti. 2026-yil bizning yil ekanda. Bosurish kerak. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana kimga sifatli toshlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqa qilsa bo'ladi. Bu toshimiz rekiga qatillaydi. Kelek urchagan bo'ladi. Iloji boricha pishirg'ish bilan betonga qo'yiladi. Bu kelek uriladigan anaqasi holati, lekin rekaga uriladi. Xomg'ish, shlaka buloq, paxsa, pena buloq, jaza buloq hamma yoqqa ketilaveradi. Xudo xolasa 1000 xil emas, 60 xil turidan bor. Bemalol aloqa qilsanglar qilib beramiz. Kimga sifatli, arzon toshlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilinglar. 24 ga 7 xizmatdamiz. Ko'rib, o'zingizlar baho bera olasizlar. Hozir xudo xolasa bizda ham yangilik boshlandi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Tabanchi variantlar, dekorativniy uylarga, ofislarga bo'ladigan holati. Buni ko'rsalar bo'ladi. O'ta tana chiqyapti. Уже zakaz boshlandi. Zakazi qo'yilib, уже to'planyapti mana. Inshaalloh. Toshlarimiz ham tayyor. So'qillarimiz, so'qil. Endi bu yoqlar so'qillar boshlandi. Fasatimiz boshlangan mana. O'ta tana holatlar, lazillarimiz, ramol holati. Bu yoqda ikkinchi sort toshlarimiz to'planib qolgan. Hali zakaz bergandan oshib qolganlar ikkinchi sort degani уже uning emas, просто ranglari boshqa. Har xil toshlardan oshib qolganda уже boshqa anaqa qilib ikkinchi sortga sotiladi. Mana o'ta tiniq ko'ra olasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar va toshni tanalari va arzonlari kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. 24 ga 7 xizmatdamiz.